Assalomu alaykum. Qadrli YouTube kanalimizni kuzatuvchilari, YouTube kanalimizni obunachilari, obuna bo'lishni unutgan, lekin videolarimizni kuzatib turgan bizlarning muxlislarimiz. Mana bugungi mavzuyimiz Flander, ya'ni belgiyskiy Flander haqida gaplashamiz. Belgiyskiy Flander o'zimiz bilgan ma'lumotlarni sizlarga aytib o'tamiz va hozirgi vaqtda qanday quyonlarimiz sotuvda bor, qanday quyonlarimizni sotib olsalaringiz bo'ladi yoki qanday quyonlar haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyada bemalol yozib qo'ysalaringiz, shunga qarab bizlar o'sha quyonlar haqida ma'lumot berib boramiz. Xo'p, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmanglar. Videolarda ko'rib, tomosha qilib bo'lib, like bosishni esdan chiqarib ketadiganlar bo'lsa, eslaringdan chiqmasin, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, biz kanalimizni rivoji uchun yaxshi, chiroyli, mitti quyonchalarni ko'rsatib borardik. Mana endi asta-sekin gigantlar, ya'ni quyonlarning eng kattasi, otasi, eng katta gigantlardan ko'rsatib borishni boshlaymiz. Bu hozir quyonlarimiz 25 kunlik, 28, adashmasam yo 25 kun yo 28 kunlik Flander bolalari. Hozir ko'rib turganlaringiz 25 kunlik, 28 kunlik atrofidagi Flander bolalari. Hozirgi vaqtda bular sotilmaydi, chunki bular 2 oylik bo'lgandan keyin sotiladi. Sotuvga chiqishni boshlaydi. Bulardan ham ko'p emas, sanoqligina bitta ikkita sotiladi. Qiziqqanlar uchun juda ham zarur, juda ishqiboz bo'lganlar uchun qilib beramiz. Xo'p. Bu videomiz bugun olinyapti. Avgust oyining 7-sanasi. Bu quyonchalarimiz o'zi aslida kelib chiqishi belgiyskiy Flander, Belgiyani Velikan zoti. Bu Velikan turidan kelib chiqqan, Velikan turidan chiqib chiqqan belgiyskiy Flander deyiladi. Belgiyskiy Velikanni chiroyliroq ko'rinishi belgiyskiy Flander. Belgiyskiy Velikan ham deyishadi, belgiyskiy Flander ham deyishadi. Bu quyonlarimiz 8-9 kilogramm ves oladi. 10 kilogrammgacha ves olgan o'zimizda. 8-9 kilogramm ves oladi. Bular ko'rinishi shunaqa quloqlari uzun, quloqlari uzungina bo'ladi. Justalari yirik bo'ladi. Tug'ilganda ham bolalari boshqa quyonlarga nisbatan bolalari yirik bo'ladi. Suyaklari baquvvat, oyoq panjalari juda ham baquvvat bo'ladi bularning. Oyoq panjalari ko'rishlaringiz mumkin. Panjalari juda ham baquvvat quyonchalar bo'ladi. Xo'p. Bular haqida 7-8 oylikda urg'och quyonlarimiz 7-8 oylikda balog'at yoshiga yetib ko'payish davriga o'tadi. Ba'zida erkak quyonlarimiz 6 oylikda ham o'zi bemalol urug' taylashga tayyor bo'ladi, o'sha qochirib ko'paytirishga tayyor bo'ladi. Hozirgi kunda bu zotdan Toshkentda, Farg'onada, Qo'qonda, Samarqandda ham bor. Viloyatlarimiz hamma viloyat, 12 viloyatda hammasida bor, topsa bo'ladi. Endi bu quyonni xususiyatlariga keladigan bo'lsak, quyonlar yetilish davri eshitdilaringiz 8 oylik. Boshqa quyonlarga nisbatan 2-3 oylik yuqori turadi. 2-3 oylikdan keyin ko'paytirishga tayyor bo'ladi. Bularda nasl qoldirish, ko'payishi, nechtadan nechtagacha tug'ishi degan savollar bo'lishi mumkin. Shularga ham birdan javob berib o'tib ketamiz. Bularda asosan 7 ta, 6 ta, 8 tagacha bola beradi. 7 ta, 6 tadan 8 tagacha deylik. Ba'zida bo'lib qoladi 10 ta yoki 12 ta bola berib qoladi. Unda ko'p bolari partiya bo'ladi. Ya'ni o'lim bo'ladi, ko'p bo'ladi. Chunki quyonlarda kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Quyonlarda bola boqish darajasi bu Flanderlarga deb hisoblasak, Flanderlarga 5 ta 6 ta normada, 7 taga ham norma. Chunki bular suti uncha ko'p bo'lmagan miqdorda bo'ladi.
Shuning uchun shunday qilinadi. Agar Flandr quyon boqaman degan odamlar bo'lsa, oldin italyanskiy xikol, fermerskiy italyanskiy xikol quyonimizni tavsiya qilamiz. U quyondan boqib turib, u quyonni ko'paytirib turib, bundan olib ko'paytirsalaringiz, buni bolalarini u quyonga boqib bersalaringiz bo'ladi. Ya'ni enaga o'sha quyonimiz qarab beradi, boqib katta qilib beradi. Italyanskiy xikollarimizni sut ko'p. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Ular ser sutli quyonlar. Xo'p. Videoyimizda bir pauza qilib boshqa quyonlarni ko'rsatishda davom etamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Hozir. Mana do'stlar, mana bu Flandr quyonimizni kattasi, ya'ni 1 yoshlik erkak quyonimiz. Roppa-rosa 1 yosh bo'lgan. Buni hozirgi vazni 7 kilo 900 gram. Yozgi vaqtdagi, yozgi issiqdagi vazni. Mana issiq bo'lishiga qaramay, qulog'ini hali ham ozroq tikka ushlayapti. Hali ham ozroq bor yotgan. Gattak sho'xroq, to'polonchiroq quyonimiz, mana turishlari mana shunaqa bo'ladi. Flandr quyon mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana quloqlari yirik. Videoda yaxshi ko'rinmayapti. Uzr, bizlarda operator o'zim, bizlarda operatorimiz yo'q. Shuning uchun videolarimiz qing'ir, qiyshiq, qiyshaygan, ko'rinmay qolgan chiqsa xafa bo'lmaysizlar. To'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Mana panjalari mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana Flandr mana shunday turadi. Mana Flandr turishi shunday, mana tagi ko'tarilgan holda, mana jussalari ko'tarilgan holda, mana ko'tarib turganim yo'q. Mana o'zi ko'tarilgan holda turadi. Mana ko'krak qismi hozir bir daqiqa. Ko'krak qismi, mana panjalar shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Flandr quyonimizning ko'rinishi shunday bo'ladi. Bu belgiyskiy Flandr. Mana shunday panjalarida mana shunaqa bo'g'im narsalar bo'ladi. Ko'kragining o'rtasiga qarasalaringiz chizig'i bor. Juda sho'x quyonimiz, sal ehtiyotroq bo'lib video qilyapmiz. Odamga tashlanadigan bo'lib qolgan. Endi hamma quyonda o'zining xarakteri bor. Mana yerdan uzilgan bo'ladi bu quyonlar. Yerdan uzilgan mana. Faqatgina panjada oldi ham, orqasi ham ko'tarilgan holatda turadi. Quloqlari 22, 23, ba'zilarda 27 sm bo'lib ketgan. 27 sm bo'lishining sababi havoning issiq kelgani sababi, qancha issiq bo'lsa quloq shuncha tez o'sib ketadi ekan. Mana bizaki ham 23 sm bo'lib, bitta quloqini sal taylaydi, bitta quloqini yoqqa, bitta quloqini bu yoqqa sal taylab beradi. Mana uzoqdan ko'ringan holati. Roppa-rosa 3 qarishlar chiqadi. 1 2 3 qarish bor. 55-60 sm chiqadi. Mana bu quyonlarimiz go'sht yo'nalishida asosan boqiladi, ferma yo'nalishida boqiladi. Toshkentda, boshqa viloyatlarda, asosan Toshkentda juda ko'p rivojlandi. Bu quyonimiz italyanskiy xikol quyonlari bo'ladi. Italyanskiy xikol quyonlarimiz mana bu Flandrlardan keyingi o'rinda tursa ham bo'ladi. Bular chunki gavdasi, tashqi ko'rinishi nisbatan Flandrday bo'lolmasa ham, lekin go'sht yo'nalishida Flandrda o'tib ketadi. Chunki Flandrlar 4 oylik, 5 oylik bo'lganda hech qancha go'sht bermaydi, lekin bularda 4 oylik, 5 oylik quyonchalarimiz 2 kilogacha go'sht beryapti. Xo'p, italyanskiy xikol quyonlarimiz bu tovuqlarni broiler zoti deyishadi. Tovuqlarni broiler zoti bo'lsa, bular quyonlarni broiler zoti. Italyanskiy xikol quyonlarimiz. Men bilishim bo'yicha yana boshqalar to'liqroq ma'lumotlar bergan. YouTube'larda, Instagramda, kanallarda, Facebook hamma kanallarda ular haqida ma'lumotlar bor. Xo'p, men beradigan ma'lumot hozirgi kunda mana shu 4 ta ko'rib turgan quyonlaringiz, 4 talasi ham urg'och quyon sotuvda bugundan boshlab 7-avgustdan boshlab 11-avgustgacha aksiya. Hozirgi kunda bitta 3 oylik italyanskiy xikol ba'zi bir katta firmalarda 400 ming, 350 mingdan sotilayotgan bo'lsa, 3 oylik italyanskiy xikol, bizlar shularga skidka qilib
300 ming ham demadik, 200 ming ham, 250 ming ham demadik, 200 mingdan qilib beramiz mana. 4 dona faqat 11 deylik, 11 avgust sanasigacha. 11 avgust sanasigacha kimga kerak bo'lsa, video tagida nomerlarimiz turibdi. Telefon qilib olib qo'ysalaringiz bo'ladi. 4 dona samka qolgan. Bu bizlarda skidka ham shunday bir anav qo'yaylik dedik. Obunachilarimiz uchun, keyin videoni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yib, qo'ng'iroqcha tugmasini qilib bosib qo'ysalaring, har bitta yangi qo'ygan videolarimni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Video oxirida quyonxonamni bir to'liq bir ko'rsatib o'taman qisqacha. Samquyon meni fermamizni mana shunday holatda, hozirgi holati, ko'rinishi. Quyonlarimiz o'rtacha, Xudoga shukr, barakasini bersin. Hammasi joyida, mana flanderlar ham hammasi joyida, mana hamma quyonlarimiz yaxshi. Gigant quyonlarimiz ham bor, flanderlardan bor. Italyanskiy xikollar bor, mana rexlar bor, mana rex bor. Gepard zoti, mana karlik dekorativniy podarishniy quyonlarimiz tayyorlari bor, 3 oylik, 4 oylikdan o'tgan. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu quyonxonamiz to'liq fermacham. To'g'ri, bardaklik bor, ko'p narsalar har xil yotibdi. Endi instrument deymizmi, kerakli narsalar hammasi. Xo'p, Samquyon meni kanalimizda obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Shu videomizni oxirgacha kuzatganlaringiz uchun, oxirgacha ko'rganlaringiz uchun, shu kanalimizni kuzatib borganlaringiz uchun avvalo rahmat, qo'llab-quvvatlaganlar uchun rahmat. Like bosib qo'yinglar, kommentariyada o'z fikrlaringni hech bo'lmaganda zo'r qilib qo'yinglar bo'ldi. Kommentariyada zo'r tashab qo'yinglar bo'ldi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'llaring og'rimasa agar like bosib qo'yinglar. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolargacha sog' bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar.